Qani? Shu haligi qulchilikka keldik. Nimachilikka? Qulchilikka. Qulchilikka. Ya, biz odam savdosiga qarshimiz. Endi har kun televizorda gapirilyapti, chunki xafa bo'lmaysizlar. Uzr. Tushunmadilar shekilli, ana o'zim bog'inglarda shu. Sekin tushuntiring. Haligi tushunmadingiz shekilli. Xo'sh. Shu sizni bog'ingizda bir so'lib qolgan, o'tirib qolgan gul bor ekan. Bor. Bizda ham shu bir alkash piyanista bulbul bor. Shu gulinglarni bilmay hillab qo'yibdi. Shunga haligi shu suvchiligami? Shunaqa deysizmi? Shunaqa bo'ldi. Keldi. Endi haligi mahalla kuydan surishtirib o'tirmadik. Xo'sh. Endi do'st bor, dushman bor, hamma har xil gapiradi. Shu o'zingizdan so'raymiz, haligi tey-tuginglar haqida bir chiroyli ma'lumotlardan eshitsak. Tezotimizni surishtirmoqsizlar endi. Shunaqa. Endi men sizga aytsam, tezotimiz bir tinga qimmat odamlarmiz. Ana. Zotimiz roza pas. Itdan ham pasmiz. Yaxshi. Telefonlar o'chirilgan, qarzimiz. Gaz, svet pullar to'lanmagan. Umuman hech kim bilan gaplashilmaydi, hech kim kirgizilmaydi, ovqat ham qilinmaydi, umuman bir pas odamlarmiz. Tengimiz ana topib kelmasa, yo'q qarang. Voy, aynan. Men sizni yomon joyga olib kelaman. Xalqat qizlarni so'rayman. Haligi endi uzr endi shu yakka yolg'iz qizingiz bor ekan, shu qizingiz bo'lmish qanaqalar, shuni ham bir ozgina ma'lumot bering. Endi qizim Xudoga shukr onasini emas, o'zimni tarbiyamni olgan. Otasini tarbiyasini. G'irt bez. Mana shu ko'zingizga loq qilib qarab turaveradi. Voy, baraka topsin. Voy, shunaqa gaplar qaytaradi. Shunaqa sapchib tashib kelib so'kadi ham. Voy, aylanib ketdi. Har kuni 12, 1 gopayda kiyimi ham qo'yaveradi. Baraka topsin. Men surishtirmayman ham buni. Ya endi qanaqa surishtirasiz? Otasiz-ku uyat bo'ladi endi. Voy, haqiqatda qanaqa qilib? Ya, menga qarang. Je maqtavordi, idealniy qilibdingiz endi. Yo'q. Ayblari yo'qmi, kamchiligi yo'qmi qizingizni? Yo'q, bir kamduni, kamchiligi bor. Kamchiligi bor shu qo'ling singur, ovqatni shirin qiladi. Juda ham shirin qiladi, mazali qiladi. Uzr, men surishtirmanman, uzrman. Uzr, bizga kechirasiz. Sen shu oshxonalarni yoqib yoradigan kelin kerak edi-da bizga. Shu ovqatlarni tagiga oldirib yoradigan kelin kerak edi. Shoshmay o'tiring. Voy, bir sabr qiling unda. Voy, oldin eshiting siz mendan. Meni qizim menga nima dedi bilasizmi? Ota dedi. O, ata dedi, sansirab ata dedi. Men erga tegsam, erim boshiga chiqib yonga chiqaman dedi. Qaynonam qaynatamning ustidan o'taman dedi. Oshxonani ovqatdan tagiga oldirib yo'q tashiysiz. Hamma yo'q tashiyman dedi. Shuni aylantirmasdan shartda etmaysizmi boydan biri? O'zingiz go'zal qo'y. Siz menga qarang, bo'lar ekan mana. Topib kelsa, qayoqdagi tarbiyali qizlarni oldiga olib borib yursiz meni. Endi meni topildimi? Yoqdi menga, yoqdi. Yoqdimi? Yoqdi. Bo'ldi, xudo xolasa bizga yoqdi. Yoqdimi? To'y qilamiz, endi kunini belgilasak bo'ldi. Patron ushatib shart qilib Ya, endi shoshmanglar endi. Kelibsizlar, men ham bir surishtiring, kuyov bilan nima ish qilarlar? Kuyov bilan qattiq ishlaylar, qanaqalar? Hech narsa ish qilmaydi. Yo'q, narkoman. Ana. Yo'q, Mana shu o'yidagi hamma narsani ko'chaga olib chiqib sotib, tomirga urarlar. Ana. Voy, mana bu shunaqami? Voy, endi mahallada gerda yurar ekan mana narkomanni qaynatasiman deb, Ana. Voy, baraka top. Baxtli bu, baxtli. Bu kuyov bolani baraka topkur, umr uzobir kim o'tkazib qo'ygan narkomanlikka? Voy, beganaga bizga tavsiya qilmaymiz. Mana amaki-jonlari borlar-ku. Voy, Voy, amaki bir deganda ninglarga o'tkazib qo'yganlar. Voy, aynan otlari nima edi? Haydarbekman men. Voy, ayarga umringiz uzoq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi haligi mana to'ylar o'tvasin. O'zingizni ham shu yo'lga olib kirib qo'yaman. Cha orzu qilardim, bir narkoman bo'lish. Baxt kelsa bir keladi deydi. Voy, baravar keladi. Endi bir so'ragan ayb endi xudo endi o'zlari nima ish qilarlar? O'zlari. Voy. Nima ishda ishlaylar? Uyaltirdingiz endi. Shuncha gap nima bo'ldi-yu, siz gapingiz mana. Qarang mana, erkak kishi g'ururi, or-nomusi shundoq ko'rinib turibdi-yu. Uyda o'tirarlar, xotinning puliga yashaylar, voy. Ye, hamkasb ekanmiz-ku. Ya bitta joyda ishlaymizmi? Ye, oylar ketdi. Juda mos keldik, juda mos. O'ziga ko'z qo'yganda qarang. Xudamisan xudo, ati xudo. Endi
bir iltimosim bor, bu kuyov bilan olib kelsanglar, bir qizim bilan bir tanishtirib qo'yaylik-da. Ikkita yoshlar bir-birini ko'rib olsin. Nima Voy, deysiz? kuyov bolani o'zi ham kelgis kelyapti. Men unga ham necha marta aytdim. Qamalib qolgandek. Yo'q. 6 oyda chiqadi. Voy, mana 6 oy. Ha, ungacha meni qizim ham qutulib olar ekan. Shukr ekan. Oshirib yuboribsiz. Oshib